yakshanba kunini nimaga dam olish kuni deyishadi bilmayman. Asosan yakshanba kuni hamma ish qiladi, to'g'rimi? Turganinglardek men ham oyoq kiyimlarini sortirovka qilish bilan boshladim ishlarimni. Yaxshi ham ochiman, bosanoshkalarim bor ekan. Farzandlarimni oyijonga tashlab, o'zim bo'lsa ishga ketdim. Qo'shni o'rtog'i ham chiqqan edi bolalarimni. Maza qilib o'ynashyotdi. Bemalol yoyaveringlar deb ketdim. Men musurga tashiyman deb olib chiqqan edim. Kecha kechqurun ko'rsanglar, xo'jayinim bilan yangi gul olib keldi. Necha oydan beri gulimni keti uzilmaydi, quriydi, yangisi keladi. Ko'z tegmasin deb qo'yinglar. Ishxonada klientlarim kutyotdi. Shu kiyimimni tanladim, bunga moslab rozvoy sumkamni oldim. Aytgancha bugundan boshlab men yangi mash parfyum ishlatishni boshladim. Sepadiganim esdan chiqmasin. Salonga ham kelib oldim. Bugun klientlarim kechaga qaraganda ozgina kamroq ekan. Salonga kelishimga surpriz bo'lib katta yana bitta buket kutayotgan ekan. Muncha baxtliman qizlar. Katta apshakka. Sizlarda ham shunaqami? Bitta o'rtog'inglar gul olsa, hammanglarning storylarda aylanadi. Qizlarimni ham makiyaj qilib oldim. Men mana shunaqa естественный makiyajlar ham qilaman. Ko'pincha qo'ymaganimga unaqa qilmaydi. Klientlarimni qilib bo'lganimdan keyin orada o'zimga ham vaqt ajratdim. Pedikyur vaqtim kelib qopti. O'zimning salonimda hozir как раз skidkada ketyapti. Nomer qoldiraman qizlar, чтобы bemalol saqlanib qilib telefon qilishinglar uchun. 150 mingning ichiga smart pedikyur, skraplar qilib, uhod qilib, tirnoqlarni, undan tashqari parafin ham qilib qo'yadilar. Voy qizlar, vashi zo'r narxda. Kep tez qilib. Qarasam, o'sha yangi klientlarim keladigan paytga to'g'ri kelib qopti. Tez antibakterialniy mana bunaqa salfetka qilib. Hamma kisichkalarimni tozalab, stolimni tayyorlab oldim keyingi klientim uchun.